nima? Munira. Muniraxon, kelajakdagi bo'lmoqchisiz? Shifokor. Shifokor bo'lmoqchimisiz? Ular nima qilishadi? Ukol qilishadi. Ukol qilishadimi kimlarga? Bemorlar. Bemorlarga, to'g'rimi? Ajoyib. Muniraxon, ismingiz juda ham chiroyli ekan. Kim qo'ygan ismingizni? Dadam. Dadangizdanmi? Dadangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Oyingizdanchi? Juda. Judayammi? Ko'proq qaysi? Ay. Oyingizdanmi? Oyingizlarga uy ishlarida yordam berasizmi? Ha. Nima ishlarga yordam berasiz? Changlar. Changlar. Nimalarni changini olasiz? Shkaflar. Shkaflarni, to'g'rimi? Judayam ajoyib. Yana qanday ishlarga yordam berasiz? Ovqat tayyorlay olasizmi? Bilmaysiz, ha? Lekin yordam berasiz, to'g'rimi? Ha. Judayam ajoyib. Hozir qaysi fasl? Kuz. Kuz faslimi? Undan keyin qaysi fasl keladi? Qish. Undan keyinchi? Bahor. Undan keyinchi? Yoz. Qaysi faslni yaxshi ko'rasiz ko'proq? Yoz. Yoz. Yozda nimalar bo'ladi? Cho'milamiz. Havo issiq. Havo issiq bo'ladi, ha? Ha. Judayam ajoyib. Ishni bilasizmi? Ha. Aytib bering unda hozir. Uch ko'zli narsa to'g'risida. Bu narsaning uchta ko'zi, bitta boshi bor. Boshi oqar, ko'zlarining zo'r qarashi bor. Qarab tursang ko'z qisadi, qizil va sariq, so'ngra bizga yashil ko'zi boqadi, ana kelmagandan boqar bizga. Biri yur deydi, ikkinchisi yana jinday kutib tur deydi, uchinchisi to'xta deya beradi buyruq, yurishingga sening uchun hozircha yo'l yo'q. Odam emas tramvaymi yoki bo'lsa ot. Unday bo'lsa o'tavergin, mayli marhamat. Birinchi ko'z so'ndi, ikkinchi ko'z so'ndi, oxirida yashil uchinchi ko'z yondi. Yashil chiroq yonganda o'chdi ulovlar. Uch ko'zlini svetofor deydi birovlar. Svetofor, ajoyib she'r ekan. Kim o'rgatgan buni sizga? Ustozim. Ustozingizmi? Qancha vaqt yodlagansiz shu she'rni? Judayam uzun she'r ekan, ha? Qancha vaqt yodlagansiz? Bilmaysizmi? Nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Qanday mashg'ulotlarni yaxshi ko'rasiz? Gimnastika. Gimnastikanimi? Yaxshi ko'rasizmi? Aha, yanachi? Yana kitob o'qish. Kitob o'qishnimi? Kitob o'qiyapsizmi? Qanday kitoblarni o'qigansiz? Ertak kitob. Ertak kitoblarni qaysi ertaklarni yaxshi ko'rasiz? O'rtoqman. O'rtoqman. Muniraxon, agar siz sehrgar bo'lib qolsangiz nima qilardingiz? Odamlar, bemorlarga Bemorlarga yordam berardingiz. Yanachi?